Ko'pchilik qurilishda yoki ta'mirda bitta xatoga yo'l qo'yadi. Materiallarini tanlayotganda chuqur o'rganmasdan hamma shuni qo'yyapti yoki arzon degan prinsip bo'yicha ish olib borishadi. Lekin vaqt o'tishi bilan bu usul nimaga olib keladi? Devorlar namlanadi, issiqlik ushamaydi. Qishda sovuq bo'ladi, yozda issiq bo'ladi. Bu jarayon yana xarajat, yana remontga olib keladi. Aslida muammo materialda emas, muammo noto'g'ri tanlash yoki foydalanishda. Shuning uchun biz siz bilan bugun 4 ta mashhur bo'lgan materialni birma-bir ochiqchasiga ko'rib chiqamiz. Bugun quyidagi materiallarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi mineral vata. U issiqlikni va ovozni yaxshi ushlaydi, lekin namlikni o'ziga tez yutib oladi. Shuning uchun uni to'g'ri izolyatsiya orqali o'rnatsa yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi penopolistirol, ya'ni penoplast. U issiqni yomon ushlamaydi, shuning uchun ko'p joylarda o'rnatiladi, lekin oson sinadi, zarbga chidamsiz va uzoq muddat xizmat qila olmaydi. Uchinchisi ekstrudированный penopolistirol, ya'ni penoplex. U juda mustahkam, issiqlikni o'zida yaxshi ushlaydi, namlikni umuman yutib olmaydi. Ko'pincha ushbu mahsulot pol osti yoki fundamentda ishlatiladi, lekin material qattiq bo'lgani uchun zarbga chidamsiz. Va so'nggisi, O'zbekiston uchun yangilik, polipropilen listlar. Bu klassik utepletel emas. Suvdan qo'rqmaydigan, og'irlikka chidamli material hisoblanadi. Nam joylari pol osti va og'ir sharoitlarda o'zini juda ham yaxshi ko'rsatadi. Mineral vata juda mashhur material. Tosh yoki shlaklarni yuqori haroratda eritib, ingichka tolalar orqali tayyorlanadi. Shu tolalar bir-biriga bog'lanib, bu issiqni yaxshi ushlaydi. Zvukizolyatsiya ham yaxshi. Yana bir katta plusi yonmaydi. Lekin minvataning bir jiddiy muammosi bor. U namlik. Agar u o'ziga suvni yutib olsa, u og'irlashadi, hajmini yo'qotadi va cho'kadi. Shuning uchun minvata faqat bitta shart bilan ishlaydi, agar u to'g'ri o'rnatilsa. Bu degani paraizolyatsiya va gidroizolyatsiya. Agar shu qoidalar buzilsa, issiq ham ketadi, natija ham bo'lmaydi. Keling endi penoplastga o'tamiz. Bu eng arzon va ko'p qo'yiladigan material. Pluslari yengil, arzon, issiqni ham yomon ushlamaydi. Shuning uchun ko'plar ushbu materialni tanlaydi, lekin uning ham o'ziga yarasha minuslari yetarlicha. Penoplast juda zaif, oson sinib ketadi, zarbga umuman chidamsiz, vaqt o'tib kroshka bo'lib ketadi. Uchinchi material ekstrudированный penopolistirol, ya'ni penoplex. Bu penoplastning yaxshilangan versiyasi. Suvni umuman yutib olmaydi, issiqlikni yaxshi ushlaydi, penoplastga qaraganda ancha mustahkam. Shuning uchun pol ostiga, fundamentga, fasadlarga ishlatiladi. Lekin penoplex ham ideal emas. U qattiq material bo'lgani uchun zarbga umuman chidamsiz. U faqatgina o'zida issiqlikni yaxshi ushlaydi. Endi eng qiziq qismiga o'tamiz. 4-material polipropilen listlar. Darrov aytamiz, bu klassik utepletel emas. Bu qurilishda ishlatiladigan material. Nega polipropilen listlar deb so'rasangiz, u suvdan qo'rqmaydi, zanglamaydi, chirimaydi va og'irlikni yaxshi ko'taradi. Shuning uchun polipropilen listlar og'ir sharoitlarda yaxshi ishlatiladi. Masalan, pol ostida, podvallarda, texnik xonalarda, uskuna ostida, nam joylarda ishlatiladi. Bu joylarda minvata namlikni yutadi, penoplast parchalanadi, penoplex faqat issiqni ushlaydi. Polipropilen listlar esa yillab xizmat qiladi. Bundan tashqari, polipropilen list hasharotlarga umuman qiziq emas. Uni kemirmaydi, uya qilmaydi, chunki bu material ozuqa ham, qulay muhit ham emas. U qanday ishlab chiqariladi? Polipropilen granulasidan zavodda qalinlik, bosim qattiq nazoratga olinadi. Shuning uchun u barqaror. Bu material haqida keyingi videolarimizda ko'proq ma'lumot berib o'tamiz. O'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga a'zo bo'ling.